Emily Bronte ingliz adabiyotining eng yorqin va sirli vakillaridan biri, shoira hamda mashhur Bo'ronli davonlar romani muallifi. Emily Angliyaning Yorkshire grafligidagi Haworth shaharchasida ruhoniylar oilasida 1818-yil 30-iyul sanasida tug'ilgan. U mashhur yozuvchi, opasi Charlotte Bronte va singlisi Anne Bronte bilan birga ulg'aygan. Oilada erta onasiz qolgan. Opa-singillar bolalikdanoq tasavvur olamiga sho'ng'ib, birgalikda turli hikoyalar va she'rlar yozishgan. Emily tabiatdan juda tortinchoq, odamovi va yolg'izlikni xush ko'radigan inson bo'lgan. U o'zining tug'ilib o'sgan uyidan va Yorkshirening keng yovvoyi adirlaridan uzoqda yashay olmagan. Shu sababli u bir nechta maktablarda o'qishga va ishlashda harakat qilgan bo'lsa-da, tez orada yana uyiga qaytib kelgan. Emily bor yo'g'i 30 yoshida sil kasalligi tufayli vafot etgan.